Sizning xetingiz satmi? Mening xetim ajoyib satda. O'zimcha ismimni Qodi kitob deb qo'yganim bilan, qaranglar 4 klass kasam so'zlab turganim bilan xetim baksat. Ham kichigimdan tortib sat chizib o'rganib qolib ekanman. Buning zinnimi bak tatdim. Bo'lib nimada imtihonlarda shundami? Imtihonlarda bizning bergan mayli xavfli mayli adabiyot imtihonlarimiz maqol yozganda yuqori numar ola oladiganlar asosan xet chiroyliqlar. Shundaqmi? Xet satlar ming mazmunliq, ming notchi, tragediyalik, komediyalik yozsaqmi, baribir bizga numar bermaydi. Endi men boshlang'ich maktab o'quvchilarining kursantini chiqarsam, nurg'un ota-onalar mushalik miyovqon qildigan balaning xetini chiroyli qildigan izlab yozdigan mushundaq mashq daftar bormi debdi. Shuni bilan menga gap esim kelib qoldi. Bugun ostidagi seri qaruga 2 qismdan kitob ras 6 qo'y qetlib aran 25 qo'y Liji Gome degani basqandan keyin 1-yillikdan 6-yillikka cho'g'a o'quvchilarnikini o'zinglar masalada tanlab setib olsanglar bo'ldi. Yoqtirgan do'stlar, tizimni setib olinglar. Rahmat.